Kumush, senda zarur gapim bor. Nima? Men uylanganman. Hazillashyapsizmi? Yo'q, bu safar hazillashayotganim yo'q. Uydagilar qiz topib qo'yishgan ekan. Manchi. Sana aytdim. Konuşmadi. Kechir. Qo'y. Yig'laverma. Bu ko'z yoshlaringga arzimaydi. Mani aybim nima, o'rtoq? Nimaga meni yoqtirishmadi? Bilmadim nimaga. Balki boyrog'ini tanlagandir. Qurib ketsa o'sha boyligi ham. Endi nima qilaman? Mani sevaman. Muncha yig'lading-a. Menga qara. Mani bir rejam bor. Senga yordam beraman, xo'p? Reja? Qanaqa reja? Zo'r reja. Umid aka, bu sizga. Voh, tinchlikmi? Adajonim bervardilar. To'y sovg'asi ekan. Adajonimiz sog' bo'lsin-da. Ko'ramizmi? Ko'ramiz. Kayfiyating zo'r? Jonim, bugun akam mehmonga chaqirganlar-ku. Boramizmi? Tinchlikmi? Nima munosabat bilan? Yaqinda uylanyaptilar. O'shanga bo'lajak keling bilan bizani tanishtirmoqchi ekanlar. Bo'pti, boramiz. Qayerga? Ha, lokatsiya tashib bergan edilar. Bo'pti, bo'lmasam sen tayyorgarligingni ko'rur, men ham tayyorlanaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Sening qanaqasan? Yaxshimisan? Kelin bola qanilar? Kelin bola yo'lda. Hozir kelib qolish kerak. Unga chaqirib o'tirib turamiz-a? Kelinglar. Alo. Ha. Keldingizmi? Hozir chiqaman. Senim? Yo'q. Maslahatga mehmonim keldi. Hozir. Qo'madinglarmi? Kumush kel. Assalomu alaykum. Selim.